Bu 96-97 yillarda bizda tirikchiligimiz ko'proq otam bir 2 gektar yerda olaydi. Pomidor ekib dehqonchilik qilaydik-da. Shu pomidorni sotib asosan tirikchiligimiz shundan edi. Shu bir kun avval qo'shni qishloqqa pomidor sotadigan bo'ldik-da, onam bilan ikkalamiz sotishdan oldin agitatsiyaga bordik. Shu bir onamda uzoqroq qarindoshi bor edi, uyga bordik-da, onam tayinlayapti. Tog'a, bolalarim yosh, adashib turib yana qarindoshlarga sotib qo'ymasin, pul olib qo'ymasin. O'ziz nazoratda yuring dedi. Ertasi kuni biz traktorga ortdi kuni ko'chama-ko'cha sotib yuribmiz. O'sha biz tayinlagan yo'lboshchi oldinda yuribdi-da, mana bu qarindosh bundan pul olib bo'lmaydi dedi. Biz yashiga pomidorlar tekin beramiz. Endi o'ylasam, mana shu davrlarda biz yerdagi jannatda yashayotgan ekanmiz. Qarindosh urug' bir-biriga shu darajada mehribon ediki, hattoki pul olib bo'lmaydigan tushunchalar bor edi. Bugungi kun qaysi zamonga kelib qoldik? Hatto eshitganmiz.